boshlandi. Xo'sh, o'sha antibiotik reklama qilish mumkin emas. Shu haqida gaplashdik. Va kutish vaqtlariga juda qattiq e'tibor beriladi va bizda ham muhim narsa bundan bir 3-4 oy oldin Elyorbek do'stimiz qattiq bir video chiqarishgan edi. Haligi yotib qolgan sigirni hozir uxlatamiz deb, uni so'yish mumkin emas yoki birovga berib yuborish mumkin emas deb. Xuddi shunaqa qonun qattiq, qonun ishlaydi. Mumkin emas. O'zi asli qonun emas, o'zi odamga zararli-da antibiotik qilingan go'sht yeyishlik. Shular. Ana shu joyda mashinani adashib boshqa tomonga haydab yuborgandim. Ancha qismi kesib tashlandi. Hozir davomida tushunishlaringiz uchun hozir qo'shimcha videoni qo'yib qo'ydim. Shuni aytayaptilar, mashina haydash deb. Bo'ladi. Shunaqa mashina haydashda ham bir-ikki Telegram gruppamizga a'zo bo'lgan bo'lsalaringiz ko'rib turasizlar. Ba'zi videolarni o'shaga qilib turamiz. Mashina haydash haqida ham bir-ikki gaplashganmiz. Biz bu yerda pravamizni almashtirdik nemis pravasiga. Juda e'tibor berishimiz kerak. Birovga yo'l beradi rosa. Keyin ayniqsa biz qiynaladigan nimamiz qishda qiynalamiz. Qishda haydash muz bo'ladi. Yo'llariga xo'p tuz sepadi. Baribir qishda haydash o'zimizda ham qiyin-ku. Ba'zan ba'zi firmalar bor kirib borsak, ba'zi yo'llarini tepalik mashina chiqolmay qoladi, hali surilmagan bo'ladi-da. Lekin bu yerda ko'cha nimalari yaxshi ishlaydi. Xizmatlari vaqtida tuz sepadi, tozalaydi. Shunaqa. Keyin balkim videoni hali bo'lib chiqaman. Kichkina mavzularga taqalib. Masalan, gormonal preparatlar ishlatish bor-ku, qoramollarni kuyga keltirish masalasi bo'yicha. Bizda faqat shu nimaga o'rganib qolishgan, estradiol urishadi faqat. Gormonni turi ko'p-ku o'zi bachadonni bir paypaslab ko'rib, keyin gormon qilinmaydi-da bizda. Muammo nimaligi? Shu nima kuyga kelmayaptimi estradiol? U bir kun molni uyg'otib yuboradi. Qo'shmaydi ichkarida folikula yo'q. Xullas shu mavzu. Estradiol haqida gaplashamiz. Estradiol bu bir gormon. U faqat molni uyg'otib beradi. Keyin suyuqlik keltiradi, lekin folikula yetishtirmaydi. Natijada mol bo'g'oz bo'lmaydi estradiol qilingan. Shuning uchun estradiol qilinmaydi, shart emas. Bu bir. Endi mol semirtirish haqida aytyapsiz. Ko'pchilik haqiqatdan molni semirtiradigan gormonlar o'zim shaxsan qo'llab ko'rmaganman, bilmayman ham nomini, lekin ko'pchilik so'raydi. Bormi, demak bo'lgan, ba'zi doktorlar qilgan demak. O'sha gormon deb ham ba'zi doktorlar meni tushuncham bo'yicha A, D, E vitaminlar qilib ketgan bo'lishi mumkin. Vitamin terapiya. Doping deb nimani ishlatib yurishadi-da? Masalan, ba'zi doktorlar doping deb katozalmi? Vitamin B12. U ham xo'p kerak organizmga, lekin semirtirmaydi mol. Molni semirtirish haqiqiy ratsion bilan bo'ladi. Buni Telegram gruppamizda ham ko'p gaplashganmiz. Ratsion degani nima degani? O'lchov asosida boqishlik. Masalan, arpani mana buncha miqdorda berasan, somonni buncha miqdorda berasan, bedani buncha miqdorda berasan degan narsa. Ya'ni o'lchov deganda hayvonga nima kerak shu miqdor tayinlanadi shu. Hayvon organizmini o'rganib chiqqanmiz. Oshqozonga nima kerak, qatqoringa nima kerak, shirdonga, to'rqoringa nima kerak, qatqoringa nima kerak, o'sha shirdonga nima kerak, hammasini o'rganib chiqqanmiz. Har bir oziqani hazmlanish jarayonlari bor o'zi. Katta nima hazm bo'ladi? Katta qorinda. Undan keyin to'rqorinda, undan keyin qatqorin deydigan bo'lsak tartibida. Shirdonda nima? O'zini mana yumshoq hazmlanuvchi oziqalar, masalan, o't, hashaklar birinchi nimada yumshaydi? Katta qorinda. Katta qorinda yumshab, u vitamin B ishlab chiqaradi. Katta mollarga vitamin B qilish kerak emas. Buzoqlarda bir haftalikdan tug'ilgandan 7 kungacha shirdon bo'ladi. Keyin u sekin katta qorin ishlashni boshlaydi bir haftalikdan boshlab. Bir haftagacha to'liq shirdon ishlaydi. Bir haftagacha faqat shirdon bo'ladi.
agar ana o'sha holatda buzoqlarga vitamin B qilsa arziydi. Chunki ular vitamin B ishlab chiqarmaydi. Sababi vitamin B qachon katta qorin ishlagandagina ishlab chiqarishni boshlaydi. Ya'ni o'tlardan keladi vitamin B. Buni tushunib oldik. Shirdon bo'ladi. Ko'pchilik agar qayerdan olyapsan bu narsani desa, uzoq yozishsa javob beraman. Hozir qisqa, chunki video ko'payib ketadi uni chuqurlashsak. Xalq chunki uni tushunish kerak edi. Xo'sh, agar buzoqlarda ichi o'tib qolishlik sabablari turli xil. Sovuq sut berishingiz mumkin yoki sigirlar emlanmagan bo'lishi mumkin. Emlash masalasi ham alohida mavzu. Buni gaplashamiz. Emlanmagan ona sigirlar, ya'ni yuqumli bakteriyali kasallik bo'lsa, rotakorona, E. coli deydi. Bular ham buzoqlarning ichi o'tishiga olib keladi, ya'ni diareyasi. Ya'ni undan tashqari aytmoqchi bo'lgan narsam, shirdon borki, bir haftalikgacha buzoqda shirdon bo'ladi. Agar majburan ichiradigan bo'lsa, u buzoqni mana shunday to'q tik ushlash bor, bo'ynidan pastga tutishi bor. Agar satilga qo'yadigan bo'lsa yo paqirga sut qo'yadigan bo'lsa, uni buzoq buni enkayib ichadi. Enkayib ichganda o'pkada ham yo'l ochilib qoladi. O'pka ketib qolishi mumkin. Ikkinchisi shlunt deydi nemischasiga. Bu birlashtiruvchi to'qima nima shirdon bilan katta qorinda o'tadigan yo'li. Shu ochilib qoladi. Sut katta qoringa yetib ketib qoladi. Ana shunda buzoq bukib qolish, shishib qolish, ichi o'tishi ham shundan bo'ladi. Bir haftalikgacha sut katta qoringa tushmaslik kerak. Chunki u yerda proses yo'q, jarayon umuman ishlamaydi katta qorin. Mikroflora yo'q, ha? Mikroflora yo'q. U bir haftalikdan boshlab ishlashni boshlaydi. Ana shu mikrofloralar oziqa kirgandagina ishlashni boshlaydi. Ana shu oziqa keyin vitamin B ishlab chiqaradi. U yerda millionlab tabiiy bakteriya bor katta qorinda. Ana shu bakteriyalarni boqish uchun biz yaxshi oziqlantirishimiz kerak. Yaxshi oziqlantirish degani ratsion. Ratsion yaxshi bo'lgandan keyin, bakteriyalar yaxshi oziqlangandan keyin mol semirishni boshlaydi. Lekin 2 oyda semirmaydi, lekin shuni aytib qo'yay. Nemislar shoshilmaydi mol semirtirishda. Ya'ni sekin semirsin, og'ir kit chiqsin. Tez semirsin desangiz, u pukka bo'lib qoladi. Xuddi qopni bitta havo bilan to'ldirganday. Suyimizdek bo'ladi, lekin bo'sh vazn qilmaydi. Ko'ryapsizmi, gap qayerda? Aylantirib olib keldim. Baribir tushunishlaringiz kerak. Lekin baribir ko'p aylantirishimiz shart emas xalqqa. Shu ratsion bilan boqasiz, mol semirtirasiz. Ratsionsiz, ukol bilan, garmon bilan semirtirish yo'q, umuman mutlaqo yo'q. Va noto'g'ri ish.